meyvini yepla yigitning uyqusi kepti. Sardarbek aka, Gülenber acha, men birdam uxlab olay. Men uyg'ong'icha ketib qolmasanglar, yana paranglashamiz. U shundoq degash kerilib, asnab, ularning javobini kutmayla daraxtning bir shexiga yo'languncha uyquga ketibdi. Sardarbek bilan Gülenber bir-biriga qarab kulib ketibdi. Sardarbek xanjirini elib meyvening postini oqlab ikki parcha qilibdi va bir parchasini og'ziga selib, yana bir parchasini Gülenberga uzatibdi. Gülenbermo meyveni yepla uyqusining kelganligini his qilibdi. Qiziq ish qil bu begim. Bu meyveni yeb rostala uyqum kelyotidi. Set bo'ladigan bo'ldi. Men birdam uxlab olay. Gülenber shundoq debla daraxtga yo'linib uxlamoqchi bo'ldi. Sardarbek qizlardan birini chaqirib, Gülenberga taki akeldirib beribdi va ularga o'zlarini uyg'otib etmaslikni aytib qo'yib, o'zimi daraxtning yana bir tarafiga yo'linib uxlab qoldi. Gülenber mundaq bir tush ko'ribdi. Gülenber Sardarbekning sarayda g'amkin o'ltiribdi. Tuyuqsizda Gülenberning oldiga oq kiyimlik, uzun soqolliq bir mo'ysipit kirib ketdi. Va Gülenberning salomini elik olgandan keyin shundoq debdi. Ay, chiroyli qizim. Oyda yuzingni parishon ayligan. Qaysi g'am bulutlar? 15 yil muqaddam bir o'g'il tuqqan edim. Ammo o'g'limni ko'rish menga nasib bo'lmadi. Shu o'g'limni bir qatim bo'lsa ko'rgan bo'lsam degan orzudaman bova. Bu orzularingga allaqachon yetib bo'psan qizim. Menga sen texi yetalmagan boshqa orzularing haqida so'zligin. Men shuningga yo'l ko'rsatay. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin bova? Men texi o'g'limni ko'rmagan tursam. Mayli ishongin yoki ishonmagin, sen o'g'lingni allaqachon ko'rib bo'psan. Boshqa orzuying bo'lsa aytqin. Bo'lmasa, men yo'limga mangay. Undaqda men o'g'lim bilan jam bo'la olamanmi bova? Albatta jam bo'la olaysan qizim. Lekin buning uchun badal to'laysan. Qandoq badal to'lasam, men rozi bova. Qanday qanday qilsam o'g'lim bilan jam bo'la olayman? Ko'p yillar ilgari birovga uning uchun hatto jinimni qurbon qilishga roziman deb va'da berganmiding qizim? Shundoq bova. Men shundoq deb qasam qilgan. O'g'ling bilan jam bo'lishingning badali shuki, sen qasamingga amal qilishing kerak. Xayr qizim. Bovay shundoq debla orqaga burilib ketib qopti. Bovayning so'zlarini tushunmay gangirab turib qolgan Gülenber, "To'xtab turing bova!" degenicha bovayning kaynidan yugurgan bo'lsa-mu, bovay tezlik ko'zdan g'oyib bo'ldi. Gülenber, "Bova, bova!" deb to'g'lig'inicha uyg'onib ketibdi. Sardarbek mundaq tush ko'ribdi. U tushida o'z hujrasida g'amkin o'ltirg'idekmish. Oyoq tevishi anglanib, oq kiyimlik, oq soqolliq bir bovay hujraga kirib ketdi. Sardarbek o'rnidan turib bovayga salom beribdi. Bovay uning salomini qabul qilgandan keyin ularning suhbati boshlanibdi. Nima buncha parishon o'ltirib ketding, o'g'lim? Beshingga nima deb keldi? Qani, menga aytqin. Qo'limdan kelishcha sana yo'l ko'rsataman. Dadim eg'ir bova. Hal qilmoqmi? Noit qiyin. Aytqin o'g'lim, nima orzuying bor? 15 yildan buyon jamoli oydin go'zal, qalbi uningdanmi go'zal bir qizning ishq pirog'ida ko'ymoqdaman. Afsuski, u qizning vasliga yetish yo'lida talay to'sqinliklar turibdi. Shundaqdimi, umidimni uzmadim. Shu go'zal qizning vasliga yetish menga nisb bo'larmi degan armon ilkida parishonman. Bu mumkin bo'lmaydigandek tuyuladi. Biroq uningdan kechanmayman. Bu albatta mumkin bo'ladi o'g'lim. Lekin sen buning uchun badal to'lashing kerak. Rostavatamsiz bova? Bu rostli mumkin bo'lamda? Men albatta buning uchun badal to'lashga rozi. Rostavatıman o'g'lim. Sen u go'zal qizning vasliga yetalaysan. Qani bova, ayting. Qanday qilsam bo'ladi? Sen buning uchun
eng büyük rashkingdan voz kechishing kerak. Buni tushunmadim bova. Sen o qizni o'zing eng qizg'anadigan odam bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yishing kerak. Shundala o qiz sening bo'ladi. Bu nima deganingiz bova? Men uni o'zim eng kunlaydigan odam bilan jam bo'lishga yo'l qo'ysam, u qandoqmi mening bo'lsin? Bovay uning so'ziga javob bermasdilla orqaga burilib ketib qopti. Sardarbekmo bovayning kaynidan qo'g'lab, "Bova to'xtab turing!" deb to'g'lig'inicha uyg'onib ketibdi. Bu chaqda Gülambar ko'rgan tushini aslab xiyol surib o'ltirgan ekan. U Sardarbekning to'g'lig'anligini anglab, uning yeniga hozir bo'pti. O'zlarimni tush ko'riblar-da. Tushlarida oq kiyimlik, oq soqolliq bovayni ko'rgan o'xshamamdilar. Shundoq Gülambar. Siz buni nereden bildingiz? Sizmi shundoq tush ko'rgan o'xshamamsiz? Gülambar Sardarbekka o'zi ko'rgan tushini tafsiliy so'zlab beribdi. O'zlari qandoq tush ko'riblar begim? Bovay sizlarga nima dedi? Men bakli tayini yo'q tush ko'ribdiman. So'zligichiligi yo'q. Sizga keyin aytib beray, ha? Bovayning siz o'g'lingizni ko'rib bo'psiz degani qandoq gapdi deyman. Men tex o'g'limni ko'rmagan tursam. O'zlari deb baxslar begim. Bozorga, ko'chalarga chiqqanda talay bolalarni uchratdim. Demak, shularning ichidagi birsi mening o'g'limmidi. O'g'lim bilan jam bo'lishim uchun qilgan qasmimni eslatgani nemisi? Ajiba, podsho uchun joningni qurbon qilib o'lgandilar. O'g'ling bilan jam bo'la olaysan deganimidi? Meningcha undaq emas Gülambar. Hammamizning hamon bir kuni o'lib ketadiganimiz muqarrar. Buning uchun birasining yo'l ko'rsatishi zarur emas-ku. Demak, jam bo'lish hayotlikda jam bo'lishga qaratilgan. Ular shundoq deyishayotganda tuyuqsiz yigitning yangroq ovozi ularning so'zini bo'libdi. Men bilatdim. Bu bovayning shundoq kasik emas jo'ylaydiganini. Sardarbek bilan Gülambar tangla daraxtning ustiga qarashibdi. Hey, yigit, siz qandoq tush ko'ribsiz? Tushimda mushu daraxtning ustida o'ltirg'idekman. Tuyuqsizli daraxt ostida oq kiyim kiygan soqolliq bir bovay paydo bo'pti. Daraxtdan sakrab tushib, bovayga, "Bova, qayoqqa mangdingiz? Yordamim kerakmi? Sizni opirib qo'yaymi?" desam, O'g'lim, sana mening yordamim kerakmi? Bir orzuying yo'qmi? dedi. Men bovayga, men degan yosh tursam, beshimga nima deb kelsa o'zim bir amal qilib hal qilaman. Avval sizni bordigan yeringizga opirib qo'yay. Desam, bovay qattiq terkib ketdi. Bana orzuying bo'lsa ayt. Bo'lmasa avar qilma. Qiladigan ishim yo'q. dedi. Shuning bilan men orzuyimni esimga elib, 6 yil ilgari dadamning bir tush ko'rib uyg'onib, avval parishon bo'lib, kaynidan kulib ketganligini, 3 yil ilgari opamning bo'lsa avval xushal bo'lib, ondan beoram bo'lganlikning sababini so'radim. Bovay menga, Dadang tushida sening kelgusida oliy martabalik bir odam bo'ladiganligini ko'rganligi uchun xo'shal bo'lgan. Lekin o kunlarni ko'rishga o'z umrining yor bermaydiganligini bilganligi uchun parishon bo'lgan. Apangmo sening oliy martabalik odam bo'ladiganligini tushida ko'rganligi uchun xo'shal bo'lgan. Ammo dadangdan ayrilib qoladiganligini bilganligi uchun ko'ngli yerim bo'lgan. deydi. Bu gaplarni yanada aniq tushunmay turganimda bovay yana, O'zingga munosabatlik so'raydiganlaring yo'qmi? dedi. Men rostlik kelgusida oliy martabalik odam bo'lamdim deb so'rasam, bovay, Shundoq. Sen nihoyatda oliy martabalik bir odam bo'lasan. Lekin buning uchun nihoyatda cho'ng bir badal to'laysan. dedi. Men uning qandoq badal ekanligini so'radim. Bovay javoban, Dadangning o'limiga sababchi bo'lgan kishidan intiqom olishdan voz kechishing kerak. Shundala sening oliy martabang, shundaqli ikki opang, ikki dadang bor bo'ladi. deydi. Men teximi tengirqab, "Bova, siz baq qerib ketib oljib qoldingizmi nima? Birdamda dadang sening oliy martabalik odam bo'lganligini ko'rmay o'lib ketdi deysiz. Birdamda ikki opang, ikki dadang bo'ladi deysiz. Qo'lingizni harchi qo'ymagandi a?" deb so'ray deb tursam, bova yo'qib ketdi. Shumi tush bo'ldimi? Süt 3 yildan beri intizorlik bilan kutkunim.
Bu gaplarni anglab Sardar bek bilan Gülambar kulib ketibdi. Bak qiziqchi bola ekansan Juma. Bo'pti. Ichingni siqma. Ish qilib keyingi hayotingda seni agir to'qay. Ammo nihoyat go'zal, ahamiyatli qismatlar saqlab turish kerak. Bo'ldilar. O bovay nemdis davasun. Tush deganga nemi kirmaydi. Ha, sizlar bilan yaxshi tunishib qoldik. Yuringlar, sizlarni bizning uyga opiray. Dadam bilan opam sizlarni ko'rsa cho'qim xush bo'ladi. Beliq kavob bilan mehmon qiladi. Dadam mahalla bo'yicha beliq kavob qilishga eng usta. Texi, bizga ismingizni deb bermadingiz-ku, yigit. Ha, mening ismim Samandar. Nima? Samandar? Shundaq, ismim Samandar. Hayron qoldingiz-ku, Gulbar acha. Meningmi bir o'g'lim bor edi. O'g'limga Samandar deb ism qo'ymoqchi edim. Biroq nasib bo'lmadi. Cho'ng bo'lgan bo'lsa, siz bilan tang tush bo'ladi. Necha yoshga kirdingiz? Ha, bu yil 15 yoshga kirdim. O'g'lingizga nima ish bo'ldi, acha? Bu bekmi uzun hikoya. O'g'lim yenimda bo'lmasa-mu, uning jahonning bir yerda hayot yashayotganligiga ishonaman. Bir kuni jam bo'lganligimizga ishonaman. Bu hikoyalarni keyin so'zlashaylik. Yuringlar, bizning uyga boramiz. Bunda qilsak yaxshi bo'lmasmikin? Tuyuqsizlik kirsak, ularni bearam qilib qo'yishimiz mumkin. Keyin bir kuni ayrim yo'qlab kelaylik. Sardar bek bilan Gülambar shundoq deyishib rad qilgan bo'lsa-mu, Samandar sodili qo'shilmabdi. Ular oxiri amalsiz qilib, birga kelgan hamrohlarga mushiyada o'zlarini saqlashni topilib, Samandarning uyiga qarab yo'lga chiqibdi.